Esa 1328 roverda LNC boshqaruvi uchun 05 funksiyasini ko'rsatamiz. LNC boshqaruvi mana bu tomonda turibdi nolimiz. Endi qanday topamiz? Setupga kiramiz. Oldin bu yoqqa chaqirib olamiz. Qayerga boradi? Bu yerga boradi. Taxminan shu joyga keldi. Yaqinlashamiz. Hop. MPG ga kirib turib, MPG funksiyasi, ya'ni full program. Z pastga kiramiz. Z pastroq tuzamiz. Buni yaqinroq tutamiz. Z tuzamiz. X keltiryapti. Tig'ni o'rtasi detaning burchagiga kelishi shart. X plus Z minus Z'ni endi vakuumda yoqqan holda qo'yamiz. Vakuumda yoqyapti. Taxminan shunday turib turadi. Qo'l turamiz. Setupga kiryapmiz. G54. G54 ga funksiyani teach in F3. F3 setx. Setx degan mashina koordinatasini mana bu yerga yozib qo'yamiz. 198 311. 198 311. Y ham xuddi shunday. 486 714. Yoki boshqacha qilib, mana setx F2 sety F3. Z'ni lekin boshqacha qo'yamiz. Z funksiyasi uchun boshqa joydan qaraymiz. Buni eslab qolamiz va bu tomondan kiramiz. ATSga kiramiz. U yoqda qo'yganimiz uchun Z berdik. Tamam. Endi bu tomondan bir tekshirib ko'ramiz mana. 31 175.